Hoji aka mana sifatligingizni olib keldim. Xudo xolisa yoqdimi? Yo'q. Ishlashlarini mana ko'rsatib qo'yaman, kelib turing mana. Mana aziz obunachilarimiz, mana shu hoji akamiz xudo xolisa yaxshi niyatda hoji ham tug'ilgan kuniga zakaz qilishodi. Olib kelib, mana chiroyli holatda ichi 1.60 lik divonimizni olib kelib joylab berdik. Kimga shunaqa divanlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizga telefon qilib zakaz qilinadi. Xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dostavka qilib jo'natib beramiz. Anjar shahar ichiga mana chiroyli qilib shunaqa qilib uyga olib kelib joylab berishlari o'zimizdan bo'ladi. Xudo xolisa. Lekin zo'r ishlagan ekan baribir. Yoqdimi ishqilib tog'a? Chunki Mana shu ishlatdilar mana. yarim sifatli bo'lishlari Xudo xolisa. juda zo'r. Bu yarim holat endi bu, ha? Bu yarim holat hoji aka. Yarim holat. Xudo xolisa yoqdimi hoji aka? Juda yaxshi, zo'r. Maza qilib ishlatdilar, yaxshi. Yo'ldan sog' bo'lsin. Bundan ham zo'rlar ishlab chiqaringlar. Ilohim, ilohim. Ana Mana ishlashlarini ko'rsatib qo'yapmiz. bo'ldi. Yoqdimi hoji aka? Juda zo'r. Yaxshi kunga ishlatdinglar. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bergan pulinglar hozir edi. Xo'p, rahmat.